Diqqat, shoshilinch tezkor xabar. Ertaga 7-iyun kuni yakshanba kuni O'zbekiston hududida qanday ob-havo bo'lishi ma'lum qilindi. Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. O'zgidromet agentligi 7-iyunda yakshanba kunida Qoraqalpog'iston Respublikasining ayrim joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishini ma'lum qildi. Havo harorati 7-iyun kuni ushbu kunlarda asta-sekin ko'tariladi. Yakshanba kuni harorat 34-37 daraja issiq bo'ladi. Yakshanba kuni mamlakat bo'ylab shamol tezligi 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda esa chang to'zonlar kuzatilishi mumkin. Respublikaning shimolida 7-iyun kuni 20-22 metr/sekundga kuchayadi. Tog'oldi va tog'li hududlarda ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq kuzatilishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Yakshanba kuni poytaxtimiz Toshkentda harorat 30-32 daraja issiq bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ib o'tishi mumkin, deyiladi xabarda.